Aliyev Azizjon Valiog'li, laqabi Azik, 1996-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining hukmiga asosan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A V bandlari, 168-moddasi 4-qismi V bandi bilan 4 yil 7 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Men qilgan ishimdan, qilgan ayblarimdan pushaymonman to'liq. Xalqimdan, prezidentimdan kechirim so'rayman. Biza tanlagan yo'limiz, biza tanlagan yo'nalish, endi qanaqa ko'cha yo'nalishi yoki arabskiy ideologiya deydimi? Qanaqa yo'nalishga qat'iy nazar yomon noto'g'ri yo'lga tanlaganimizni tushunib yetdim men. Sababi o'zi haqiqiy erkak, haqiqiy mujik deb hozir bu yerda qamalib o'tirib yoki qanaqadir joylarda ota-onasini qiynab, mamlakatda ota-onalar o'chirib turadi, svidankada kutib, biza bilan ko'rishga kelishini. Farzandlarim bor ikkita misol. Shularni qiynab orqamizdan yugurtirgan emas, haqiqiy erkak, haqiqiy mujik uyida oilasini, shu xaladinnisini ochgan to'kilib ketadigan narsalar darajada baraka qilib, to'g'ri qilib, ahli ayolini, oilasini chiroyli qarab, yaxshi qarab yurgan odam haqiqiy mujik bo'lib yuribdi hozir. Halol ishlab, halol mehnat qilib, to'g'ri yo'nalishga kirib, o'zi haqiqiy mehnatning orqasidan oilasini boqib, o'zi ham yaxshi yeb yurgan odamni men to'g'ridan mujik deb bilaman. Boshida kirganimda qamalganimda bunaqa narsalarni tushunmadim. Haqiqatan bosh devorga teganda tushunadi deydi-ku. Har xil noto'g'ri yo'lga kirib ketishi oqibati mana shu oxiri mana shu panjara ekan. Shu narsalarni tushunib yetdimki, men bu yo'llarning oxiri faqat shu, yo o'lim yo qamoq, boshqa narsa emas. Eng zo'ri oilaning oldida, ahli oilasini oldida, bolalarini oldida o'tirganga ishlamay yetmas ekan. Shu qotgan non yesa ham, suv ichsa ham, shu oilasini oldida bo'lgani zadu chiroyli ichiga kirar ekan odam. Mana bu yerda videolarni qiynab yurgandan ko'ra. Men shu narsani qattiq tushunib yetdim bu narsalarni. Oqibati faqat yomonlik ekan. Dushmanimga birov ko'rmayman bunaqa joylarda yurishini. O'zimiz ham orqamizda turgan oilamiz ham bizdan orqamizdan qiynalib kelishini xohlamayman. Shu onam kelganlarida shu mashitda qiynalib kirayotganlarini, shu o'zlari yemi yedirib, shunaqa katta qilishdi o'zi, halol mehnat qilib. Shu narsalarni o'tadi ichimdan, qanaqa qiynalib kelayotganini ko'rib, baribir o'zligi yuzligiga yetib turishadi, tilda qiynalmaymiz, yaxshi yuribmiz deb, baribir ko'zidan bilasiz odamni. Haqiqatan qiynalib kelayotganini. Bu hayot boshqatdan berilishi o'zi endi qiyin. Ayta berilganida atak bu yo'llarni tanlamagan bo'lardik. Boshqatdan yashaganda boshqacha bo'lardi hayot. Boshqacharoq yashardik, chiroyli yashardik. Harom xarijga yurmasdik. Shu harom xarij olib keldi nima shularga. Birovni haqqi bab yurmas ekan. Birov ishlab mehnat qilib topganini olib qo'yish o'zi bo'lmas ekan, u narsalar yaxshi emas ekan. Va urib urar ekan, u narsa surib ketar ekan. 5 barobar, 10 barobar chiqib ketar ekan. Bu internetda o'zi internet olamini o'zi fake bo'lib ketdi hozir oxirgi payt. Hammasi aldamchi narsalar. U prosta yoshlarni aldab qo'yadi. Men ham shunaqa yursam, mana shunaqa yurar ekanman, yonimga bolalarni yig'sam, mana shunaqa bo'lar ekan, kimdir ishini hal qilib bersam yoki oldi berdisiga aralashsam, mana shunaqa muammolarini hal qilib bersam, menga biriksim qoladi yoki bo'lmasam nimadir foyda qilar ekanman deb o'ylar ekan. Bu oxiri yaxshi emas bu narsalarni. Baribir shu berayotgan odam ham rozi bo'lib bermaydi baribir. Jinoyat ko'chasiga kirib tamg'a orttirdi faqat. Shu qamalda degan nom orttirildi. Men hozir mana o'zim 9-sudimsan. Shu narsalar o'sha tamg'a bo'ladi, o'sha pechat bo'lar ekan, u qayerga borsang ham urilaveradi shu narsa. Qayerga borsang shu narsaga uriladi. Dog' tushadi nomiga. Oq qog'ozga bitta dog' tushsa ham yetadi, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Faqat shu oq qilish iloji yo'q bu narsa. Birinchi o'ylamda oilamdan kechirim so'rayman, onamdan, otamdan. Mana shu ota-onam yosh deb yurar ekanda odam. Hali yosh, hali umrligi uzoq bo'lsin. O'zim ham yoshim hali yosh. Bitta ko'rganda odam bilar ekan ota-onani qaritib qo'ygan. Ancha qaritib qo'ygan. Prezidentimdan kechirim so'rayman.